Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti Shavkat va Azizaning pedagogik kasbiga kirish fandan tayyorlagan taqdimoti. Mavzuga to'xtaladigan bo'lsak, mavzumiz o'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan professional talablar. Bu mavzu bo'yicha 3 ta rejamiz bor. Birinchi rejamiz o'qituvchi shaxsining jamiyatdagi o'rni va ahamiyati. Ikkinchi rejamiz o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi. Uchinchi rejamiz o'qituvchining shaxsiy fazilatlari. Ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, 21-asrga kelib o'qituvchining vazifasi yanada takomillashib bormoqda. Endilikda global o'zgarishlar, fan texnika va axborot kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi o'qituvchilikning yuksak mahoratini, o'tkir irodasini, psixologik va uning chuqur bilim va mulohazali bo'lishini talab qilmoqda. Hozirgi zamon o'qituvchisini o'z mutaxassis bilimlar va birga pedagogik va psixologik bilimlarni shu tufayli namoyon etmoqda. Bu kasbiy tayyorgarlik yuksak axloqiy fazilatlarni egallagan ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatuvchi shaxslar hisoblanadi. O'qituvchi eng avvalo mas'uliyatni his etishi, tarbiyachi, tajribali notiq va madaniyat va ma'rifat targ'ibotchisi hisoblanishi kerak. O'qituvchi tabiatan o'quvchilarni seva olishi va o'z mehrini, his-tuyg'ularini har lahzada o'qituvchilarning ichki dunyosi bilan bog'liq, ularni ham mehriga va hurmatiga sazovor bo'lishi kerak. O'qituvchi jamiyat va ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan o'zgarishlar, olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi va ularga xulosa qilib baho berib, bu borada o'quvchilarga to'g'ri asosli ma'lumotlarni doimiy bera olishi lozim. Shuni ta'kidlaymizki, pedagogik kasbiga qo'yiladigan talablar jamiyat taraqqiyoti va yosh avlod tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Pedagog nafaqat chuqur bilimga ega bo'lishi, balki yuksak ma'naviyat, axloqiy fazilatlar, mas'uliyat, sabr-toqat va axloqiy me'yorlarni o'zida mujassam etishi lozim. Zamonaviy pedagog doimiy ravishda o'z ustida ishlashi, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalana olishi kerak.